Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun do'stlar, O'zbekiston va Qatar, ya'ni o'rtasidagi 10-iyunda bo'lib o'tadigan uchrashuv haqida ma'lumot berib o'tamiz. Demak, do'stlar, bugun Toshkentda Jahon chempionati 2026-yilning 3-saralash bosqichi doirasidagi hal qiluvchi 10-tur bahslari doirasida bizning, ya'ni oq bo'rlarimiz Qatar terma jamoasini do'stlar qabul qiladi. Bellashuv Bunyodkor stadionida do'stlar soat 18:45 da start oladi, ya'ni boshlanadi. O'yinni o'tkazib yubormang, ya'ni Bunyodkor stadioniga bora olmaydiganlar televizorni yoqib kuzatib turing do'stlar. Demak do'stlar, bugungi uchrashuv O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun natija jihatdan hal qiluvchi bo'lmasa-da, jamoa muxlislar oldida yuqori kayfiyatda saralash bosqichini yakunlashga intiladi. Demak, Qatar terma jamoasi esa play-off bosqichiga chiqish imkoniyatini maksimal darajada mustahkamlab olish niyatida maydonga tushadi. Do'stlar, yana bir ma'lumot eshitib qoldim ommaviy axborot vositalarida. Bugun Qatar terma jamoasi juda kuchli tarkib bilan, ya'ni O'zbekiston, ya'ni terma jamoasiga qarshi o'yinga tushadi degan gaplar ham bor. Demak, do'stlar, bellashuvni boshqarish huquqini do'stlar Osiyo futbolda tajribali, ya'ni hakamlardan, ya'ni bo'lgan xitoylik, ya'ni hakamlar brigadasiga topshirildi. Demak, bosh hakam vazifasini Ma Ning bajaradi. Uning qanotlarida Zofi va Jang Cheng yordam beradi. 4-rasmiy hakam sifatida Jin Juang tayinlangan. Demak do'stlar, bellashuvning eng muhim, ya'ni tarkibiy qismi bo'lgan VAR, ya'ni video yordamchi hakamda, ya'ni Fu Ming faoliyat olib boradi. Demak, bu hakamlar jahon miqyosidagi bir qator muhim uchrashuvlarda hakamlik tajribasiga ega bo'lib, FIFA va OFK tomonidan ishonchli arbitrlardan biri sifatida tan olingan. Demak, ma'lumot uchun, O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati 2026-yil yo'llanmasi avvalgi turda rasman qo'lga kiritgan edi. Shu bois jamoa bu uchrashuvni erkin ruhda va muxlislarni xursand etish maqsadida do'stlar o'tkazishi kutilmoqda. Do'stlar, bugun Abbosbek Fayzullayev gol uradimi? Demak, fikringizni kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Demak do'stlar, Qatar terma jamoasi esa play-off bosqichi uchun kurash olib borayotganini hisobga olganda, bu bahs ikki jamoa o'rtasida keskin va qizg'in o'tishi tabiiy. Shu bilan birga xitoylik hakamlar bunday ruhiy bosim ostida uchrashuvni adolatli boshqarishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ta'kidlash joizki, O'zbekiston milliy terma jamoasi bugungi o'yinda asosiy futbolchilarni maydonga tushirishi va yuqori darajadagi o'yin namoyish, ya'ni etilishi kutilmoqda va muxlislar esa tarixiy g'alabalardan keyin jamoadan yangi zafarlar kutmoqda do'stlar. Bizning o'g'lonlarimizni ko'ring do'stlar. Demak do'stlar, va yana bir ma'lumot, bugungi o'yin, ya'ni hisobi nechi bo'ladi? O'z fikringizni kommentariyaga qoldiring. Mening, ya'ni taxminlarim bo'yicha 2-1, ya'ni bo'ladi. Ya'ni O'zbekiston 2-1 hisobda yutadi, ya'ni Qatar terma jamoasini. Do'stlar, bizni kuzatishda davom eting. Biz 18:45 da start oladigan o'yindan 1 soat oldin, demak, asosiy tarkiblarni ushbu YouTube kanalimizda e'lon qilamiz. Bizni qo'llab-quvvatlang. Do'stlar, videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bizning, ya'ni o'g'lonlarimizni do'stlar qo'llab-quvvatlang. Sog' va salomat bo'ling.